Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, dolzarb va afsuski ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. So'nggi paytlarda internet va ijtimoiy tarmoqlarda rasman 1 maydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi. Shoshilinch ogohlantirish. Kvartiraning kirish eshiklari endi majburiy ravishda olib qo'yilishi mumkin degan sarlavhalar ostida tarqalayotgan xabarlar ko'pchilik yuragiga g'ulg'ula solganini bilaman. Bu xabarlar ayniqsa keksa yoshli fuqarolarimiz orasida jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Ammo shoshilmang, vahimaga tushishdan oldin vaziyatni xolis va huquqiy nuqtai nazardan tahlil qilishimiz kerak. Siz bugun aynan shu xabarlar o'rtada yashiringan haqiqatni, qonunlarimizdagi mavjud tartiblarni va eng muhimi, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilishni bilib olasiz. Ushbu ma'lumotlar sizning va yaqinlaringizning xotirjamligi uchun nihoyatda zarur. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Chunki siz hozir eshitadiganlar har bir fuqaro, ayniqsa pensionerlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval xabar tarqalishiga sabab bo'lgan asosiy nuqtalarni tahlil qilaylik. 1 maydan pensionerlarga taqiqlar degan gap so'zlar mutlaqo asossiz va yolg'on ma'lumotdir. Hech qanday rasmiy manbada, hech qanday qonun hujjati pensionerlarning huquqlarini cheklovchi, ularga nisbatan qandaydir taqiqlar joriy etilishini nazarda tutuvchi norma mavjud emas va bo'lmaydi ham. Aksincha, mamlakatimiz qonunchiligida pensionerlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ularning turmush farovonligini oshirishga qaratilgan doimiy sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, pensiya miqdorlari doimiy ravishda oshirib boriladi. Imtiyozlar saqlanib qoladi va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi takomillashtiriladi. Shunday ekan, bu xabarning pensionerlarga taqiq qismi shunchaki yolg'on shov-shuv ekanini tushunishimiz kerak. Endi esa eng shov-shuvli qismga o'tamiz. Kvartiraning kirish eshiklari endi majburiy ravishda olib qo'yilishi mumkin. Bu xabar ham o'z navbatida mavjud qonunchilik normalarini noto'g'ri talqin qilish yoki o'ta bo'rttirib ko'rsatish natijasida kelib chiqqan degan xulosaga kelish mumkin. Albatta, sizning shaxsiy mulkingiz, kvartirangizning kirish eshigini shunchaki hech qanday asoslarsiz kimdir kelib olib qo'yishi mutlaqo imkonsiz. Bunday holat hatto eng ekstremal vaziyatlarda ham faqatgina qat'iy huquqiy tartiblar, sud qarorlari va ijro jarayonlari orqali amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra mulk huquqi daxlsizdir va uni sud qarorisiz hech kim tortib ololmaydi. Biroq bu xabarlarning paydo bo'lishiga nima turtki bo'lishi mumkin edi? Ehtimol, bu aholining kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorligi, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimidagi ayrim o'zgarishlar yoki sud ijrochilarining majburiy ijro harakatlariga oid xabarlarning noto'g'ri talqin qilinishidir. Avvallari, ayniqsa Sovet davrida majburiy ijro harakatlari qattiqroq bo'lgan. Hozirgi kunda esa har bir harakat qonun bilan qat'iy tartibga solingan. Qonun doirasida har qanday ijro harakati, shu jumladan mulkni xatlash yoki unga nisbatan cheklov qo'yish, faqatgina sudning tegishli qarori asosida va protsessual qoidalarga to'liq rioya etgan holda amalga oshiriladi. Shunday ekan, bu yerda so'z kirish eshigini olib qo'yish emas, balki mulkiy majburiyatlar va ularni ijro etishning huquqiy mexanizmlari haqida ketishi mumkin. Keling, har bir jihatni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Avvalo, shuni tushunish kerakki, O'zbekiston Respublikasida mulk huquqi konstitutsiya tomonidan kafolatlangan va daxlsizdir. Hech kim sizning mulkingizni sud qarorisiz tortib ololmaydi. Sizni undan mahrum qila olmaydi. Kirish eshigi ham kvartiraning ajralmas qismi hisoblanadi va u ham mulk huquqi himoyasi ostida turadi. Shunday ekan, oddiygina majburiy olib qo'yish degan tushunchaning o'zi g'ayriqonuniydir. Kim xavotir olishi kerak? Aslida bu savolga javob berishda eshikni olib qo'yish emas, balki mulkiy javobgarlik tushunchasiga e'tibor qaratish kerak. 1. Katta miqdordagi kommunal to'lovlar qarzdorligi bor shaxslar. Agar siz uzoq vaqt davomida, bir necha oylar yoki yillar davomida gaz, elektr energiyasi, suv yoki boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz va qarzdorlik miqdori juda katta bo'lsa, siz xavotir olishingiz kerak. Bunday hollarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avval ogohlantirishlar yuborishadi. So'ngra sudga murojaat qilishadi. Sud qarzdorlikni undirish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Shundan so'ng ish ijrochiga o'tadi.
Ekin, sud qarorlarini inkor etuvchi shaxslar. Agar sizga nisbatan sudning qarzdorlikni undirish yoki boshqa mulkiy majburiyatni bajarish to'g'risidagi qarori chiqarilgan bo'lsa-yu, siz uni bajarishdan bosh tortayotgan bo'lsangiz, ijro harakatlari kuchaytirilishi mumkin. 3. Nogazifikatsiya yoki elektr ta'minoti xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzganlar. Agar siz o'zboshimchalik bilan gaz quvurlarini o'tkazgan bo'lsangiz, elektr simlariga noqonuniy ulanishlar qilgan bo'lsangiz yoki shunga o'xshash xavfli qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, bu nafaqat sizning, balki butun uy aholisining hayoti va sog'lig'iga tahdid soladi. Bunday holatlarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mutlaq va qonuniy ravishda tarmoqdan uzishi yoki aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etishni talab qilishi mumkin. Bu jarayonda ba'zi holatlarda nazorat qiluvchi tashkilotlar xodimlariga kvartiraga kirishga ruxsat berishdan bosh tortilsa, sud orqali kirish huquqini olishlari mumkin. Lekin bu eshikni olib qo'yish degani emas. Balki xavfsizlikni ta'minlash uchun vaqtinchalik kirishni nazarda tutadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz kommunal to'lovlarni muntazam ravishda amalga oshirib boradigan, sud qarorlari va huquqiy talablarga rioya etadigan, o'z mulkingizni qonuniy asosda egallagan va foydalanayotgan, hech qanday og'ir huquqbuzarliklar yoki majburiyatlarni buzmagan fuqaro bo'lsangiz, siz mutlaqo xavotir olmasligingiz kerak. Sizning mulkingiz va huquqlaringiz davlat tomonidan to'liq himoyalangan. Misollar bilan tushuntiramiz. Bir misol: kommunal qarzdorlik va ijro harakatlari. Tasavvur qiling, fuqaro Anvar aka 75 yoshda nafaqaxo'r. U o'zining 2 xonali kvartirasida yashaydi. Anvar aka so'nggi 6 oy davomida gaz uchun to'lovni unutib qo'ygan. Qarzdorlik 1 million so'mga yetgan. Gaz ta'minoti korxonasi unga bir necha bor ogohlantirish xatlari yuborgan. Hatto telefon orqali qo'ng'iroq qilgan, ammo Anvar aka ularga e'tibor bermagan. Natijada gaz ta'minoti korxonasi sudga murojaat qilgan va sud qarzdorlikni undirish to'g'risida buyruq chiqargan. Ushbu sud buyrug'i ijroga qaratilgan. Ijrochi Anvar akaning uyiga kelib, uni qarzdorlik haqida ogohlantiradi va ixtiyoriy ravishda to'lash uchun muddat beradi. Agar Anvar aka bu muddatda to'lovni amalga oshirmasa, ijrochi O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonuniga muvofiq uning mol-mulkini xatlashi mumkin. Bu jarayonda Anvar akaning kirish eshigi emas, balki boshqa mol-mulki, masalan, ikkinchi avtomobili, qimmatbaho buyumlari xatlanishi va keyinchalik sotilishi mumkin. Biroq qonun bo'yicha qarzdorning turar joyi, ya'ni yagona uyi yoki kvartirasi xatlanmaydi va sotilmaydi. Ayniqsa pensionerlar uchun bu juda muhim himoya mexanizmi. Minimal yashash uchun zarur bo'lgan narsalar ham xatlana olmaydi. Agar Anvar akaning boshqa hech qanday mulki bo'lmasa, uning pensiyasidan qonuniy chegirmalar amalga oshirilishi mumkin. Lekin bu ham belgilangan miqdordan oshmasligi shart. Ya'ni pensiyaning ma'lum bir qismi daxlsiz qoladi. Eshitganingizdek, kirish eshigini olib qo'yish haqida gap yo'q. 2 misol: o'zboshimchalik bilan qayta qurish va ta'mirlash. Farida xola 6 yoshda o'z kvartirasining kirish eshigini o'zgartirib, uni juda katta va noqonuniy ravishda kengaytirgan. Bu kengaytma umumiy foydalanishdagi zinapoyani toraytirib, yong'in xavfsizligi qoidalariga zid kelgan. Uy-joy kommunal ekspluatatsiya tashkiloti Yuket unga bir necha bor yozma ogohlantirish yuborib, o'zgartirishni qonuniy holatga keltirishni yoki avvalgi holatiga qaytarishni talab qilgan. Ammo Farida xola bunga e'tibor bermagan. Uket sudga murojaat qilgan va sud uning o'zboshimchalik bilan qilgan o'zgartirishni bartaraf etish to'g'risida qaror chiqargan. Bu holatda agar Farida xola sud qarorini bajarmasa, ijrochi uni majburiy ravishda bajarishga majbur qilishi mumkin. Bu degani eshikni olib tashlash emas, balki uni o'lchamlari va joylashuvi bo'yicha avvalgi qonuniy holatiga keltirishdir. Jarayon majburiy ijro orqali amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni tegishli mutaxassislar jalb qilinib, eshikni qonun talablariga muvofiq o'rnatishlari mumkin. Bu yerda ham eshikni olib qo'yish emas, balki qonuniy tartibga solish haqida so'z bormoqda. 3 misol: gaz yoki elektr xavfsizligini ta'minlash. Toshkentdagi bir ko'p qavatli uyda gaz sızıntısı haqida xabar kelib tushdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati va gaz xizmati xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelishdi. Ular sızıntı manbaini aniqlash uchun barcha kvartiralarga kirishga harakat qilishdi. Biroq birinchi qavatdagi kvartira egasi fuqaro Azimjon aka ularni uyga kiritishdan bosh tortish sababini aytmadi
Vaziyat juda jiddiy, chunki gaz sızıntısida portlash xavfini keltirib chiqarishi mumkin edi. Bunday favqulodda holatlarda fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolish uchun qonunchilik tegishli xizmatlarga majburiy kirish huquqini beradi. Lekin bu eshikni olib tashlash degani emas. Ular avvalo ichki ishlar organlari xodimlarini jalb qilishadi. Vaziyatni hujjatlashtirishadi va zarurat tug'ilganda sud orqali yoki prokuratura ruxsati bilan majburiy kirishni ta'minlashlari mumkin. Kirish eshigi shunchaki ochiladi va xavf bartaraf etilgach u yana yopiladi va hatto tuzatib beriladi. Bu aynan favqulodda holatlarga taalluqli bo'lib, doimiy amaliyot emas. Asosiy qism 2 qoidadan istisnolar, tuzoqlar, ko'zdan yashirin jihatlar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi bu masalada ham o'ziga xos istisnolar, tuzoqlar va diqqatni talab qiladigan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'pgina muammolardan himoya qiladi. Qoidadan istisnolar. 1. Daxlsiz mol-mulk. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga va sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonuniga ko'ra qarzdorning yagona turar joyi, kvartirasi, uyi sotilmaydi, undirish qaratilmaydi. Bu degani sizning yagona kvartirangizni kommunal qarzdorlik yoki boshqa mayda-chuyda qarzdorlik uchun tortib olib sotishlari mumkin emas. Kirish eshigi ham shu turar joyning bir qismi hisoblanadi. Shuningdek, minimal hayot kechirish uchun zarur bo'lgan ro'zg'or buyumlari, shaxsiy kiyim-kechaklar, asbob-uskunalar ham undiruvga qaratilmaydi. Bu ayniqsa pensionerlar uchun muhim himoya. Pensionerlar uchun alohida himoya. Qonunchilikda pensionerlarning ijtimoiy himoyasi nazarda tutilgan. Agar pensionerning daromadi faqatgina pensiyadan iborat bo'lsa va u minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, undan qarzdorlikni undirishda maxsus cheklovlar qo'llaniladi. Pensiyaning to'liq miqdorini tortib olish mumkin emas. Uning ma'lum bir qismi doimo pensionerning ehtiyojlari uchun qoldiriladi. Ijro hujjatlari bo'yicha undiruv agar qonunda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, har oydagi ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning 25% dan ko'p bo'lishi mumkin emas. Bir necha ijro hujjatlari bo'yicha undiruv umumiy hisobda 70% dan oshishi mumkin emas. Bu shuningdek pensiyalarga ham tegishlidir. O'ch xususiy mulkka kirish tartibi hech kim sizning ruxsatingizsiz kvartirangizga kira olmaydi. Bu konstitutsiya bilan kafolatlangan daxlsiz huquqdir. Istisnolar faqatgina qonunda belgilangan favqulodda holatlarda, masalan, yong'in, gaz sizishi, tabiiy ofat tahdidi yoki sudning qonuniy qarori asosida amalga oshirilishi mumkin. Hatto ijrochi ham sud qarori bilan kelgan taqdirda ham kvartiraga kirishdan oldin o'zini tanishtirishi, hujjatlarni ko'rsatishi va kirish maqsadini tushuntirishi shart. Majburiy kirish faqat guvohlar ishtirokida amalga oshiriladi. Tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. B. Ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'plab fuqarolar kommunal xizmatlardan kelgan ogohlantirish xatlariga e'tibor bermaydi. Bu katta xato. Maktublar, ogohlantirishlar, SMS xabarlar bularning barchasi keyingi sud jarayonida sizning aybingizni isbotlash uchun dalil bo'lishi mumkin. Sudga murojaat qilishdan oldin sizga bir necha bor ogohlantirish berilishi kerak. 2. Telefon firibgarlari. Ba'zan noma'lum shaxslar telefon orqali o'zlarini kommunal xizmat xodimi yoki ijrochi sifatida tanishtirib, qarzdorlikni darhol to'lashni talab qiladilar. Aks holda gazni o'chirish yoki boshqa choralarni qo'llash bilan tahdid soladilar. Bunday hollarda har doim ehtiyot bo'ling. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali hisob raqamingizni, karta ma'lumotlaringizni so'ramaydi va to'lovlarni faqat rasmiy kassalar yoki banklar orqali amalga oshirishni talab qiladi. Shaxsni tekshiring. 3. Noqonuniy qayta qurish va ta'mirlash. Kvartirangizda kirish eshigini yoki boshqa konstruktiv elementlarni o'zboshimchalik bilan o'zgartirish nafaqat jamoat xavfsizligiga tahdid solishi, balki yuridik oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Har qanday katta o'zgartirishlar, ayniqsa umumiy foydalanishdagi joylarga taalluqli bo'lsa, tegishli ruxsatnomalar bilan amalga oshirilishi shart. Ruxsatnomasiz qilingan o'zgarishlarni bartaraf etish sud orqali talab qilinishi mumkin. Bu esa sizga qo'shimcha xarajatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. 4. Ijro yig'imi. Agar siz sud qarori bo'yicha qarzdorligingizni ijrochi belgilagan muddatda ixtiyoriy ravishda to'lamasangiz, sizdan nafaqat asosiy qarzdorlik va davlat boji, balki ijro yig'imi ham undiriladi. Bu ijro harakatlarini amalga oshirganlik uchun qo'shimcha to'lov bo'lib, u qarzdorlik miqdorining 5-10 milliardgacha bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Xavotirga tushmaslik uchun emas, balki o'z huquqlaringizni bilish
va o'zingizni himoya qilish uchun quyidagi amaliy maslahatlarga amal qiling. Degan, kommunal to'lovlarni muntazam tekshiring va o'z vaqtida to'lang. Har oyda kommunal xizmatlarning ko'rsatkichlarini tekshiring va to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. Agar qandaydir sabablarga ko'ra to'lay olmasangiz, darhol tegishli tashkilotga murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Ba'zi hollarda to'lov muddatini uzaytirish yoki to'lov jadvali bo'yicha kelishish mumkin. Chek va kvitansiyalarni saqlab qo'ying. 2. Rasmiy xatlarga e'tibor bering. Agar sizga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan, sud yoki ijrochilardan ogohlantirish xatlari kelsa, ularni e'tiborsiz qoldirmang. Ularni diqqat bilan o'qing va unda ko'rsatilgan harakatlarni bajarishga harakat qiling. Agar tushunmasangiz, darhol yuridik maslahat oling. 3. O'z huquqlaringizni biling. Har bir fuqaro o'zining mulk daxlsizligi huquqini, shuningdek ijro harakatlari jarayonidagi huquqlarni bilishi shart. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini, fuqarolik kodeksini va sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunni o'rganib chiqing. Internetda va rasmiy veb-saytlarda bu ma'lumotlar ochiq. 4. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tekshiring. Agar sizning uyingizga o'zlarini kommunal xizmat xodimlari, ijrochilar yoki boshqa rasmiy shaxslar sifatida tanishtirgan odamlar kelsa, ulardan xizmat guvohnomalarini ko'rsatishni talab qiling. Hujjatlarda ism sharifi, lavozimi va tashkilot nomi aniq yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar shubha tug'ilsa, ularning tashkilotiga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlarni tekshiring. 5. Yuridik maslahat oling. Agar sizning nomingizga sudga da'vo arizasi kiritilganini bilsangiz yoki sizga nisbatan ijro harakatlari boshlangan bo'lsa, zudlik bilan advokat yoki malakali yuristga murojaat qiling. U sizning huquqlaringizni himoya qilishga, sud jarayonlarida ishtirok etishga va to'g'ri maslahat berishga yordam beradi. Pensionerlar uchun bepul yuridik yordam ko'rsatadigan tashkilotlar ham mavjud. 6. Uy joyini qayta qurishda qonuniy tartibga rioya qiling. Agar kvartirangizning konstruktiv qismlarini, shu jumladan kirish eshigini almashtirish yoki o'zgartirishni rejalashtirsangiz, buni qonuniy tartibda tegishli ruxsatnomalarni olgan holda amalga oshiring. Buning uchun mahalliy hokimiyatlarning arxitektura va qurilish bo'limlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. 7. Pensionerlar uchun maxsus yordam. Agar siz pensioner bo'lsangiz va moddiy qiyinchiliklarga duch kelsangiz, ijtimoiy himoya bo'limlariga, saxovat markazlariga yoki mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishadi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bir maydon pensionerlarga taqiqlar va kirish eshiklarini majburiy olib qo'yish haqidagi shov-shuvli xabarlarning asl mohiyatini tahlil qildik. Xulosa qilib aytganda, bunday umumiy va keskin taqiqlar yo'q. Bu shunchaki mavjud qonunlarning noto'g'ri talqini yoki aholini chalg'itishga qaratilgan g'ayriqonuniy harakatlar bo'lishi mumkin. Asosiy e'tibor mulkiy majburiyatlarga, xususan kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlikka qaratilgan bo'lishi kerak. Qonunlarimiz har bir fuqaroning, ayniqsa pensionerlarning huquqlarini ishonchli himoya qiladi. Faqatgina qonuniy asoslar va sud qarorlari bo'lmasa, hech kim sizning mulkingizga daxl qila olmaydi. Xotirjamlikni saqlang, xabar tarqatayotgan manbalarni tekshiring, rasmiy ma'lumotlar tayinlang va eng muhimi, o'z huquqiy savodxonligingizni oshiring. Unutmang, axborot asrida noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi oson, ammo haqiqatni bilish va o'z huquqlaringizni himoya qilish sizning qo'lingizda. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. Ushbu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni siz bilan baham ko'rishda davom etaman. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha